Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozu Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İslağa 2020 yıl 8. ayının 22. günü. Hepteki yakşembe. Bugünkü vaziyetin alaydı haber degende bu bir kızıkarlı haber. Handaqsıga kızıkarlı haber deyseniz hazır bundan 108 yıl burun, yani bir asır burun Amerika Qo'shma Shtatlari şu vaqtda qurilgan Jonxuamingo hukumatining zayımını setib olgan ekan. Bu pul bugün üsün bile hisobladi. Bu yoki şu vaqtli shunchalik pulmi? Bunisi aniq emas. Hozir bu pul 1 trilyon 600 milyard dollar. Endi hozir Amerika Davlat Majlisida o'tirg'a qo'yildi bu gap. Şonlaşqa endi bu pulni kim to'laydi? Çünkü hozir ikki hukumat var. Jonxuamingo degan bu qarz olgan hukumat deyman-da. Jonxua Xalq Respublikasi hozir cho'ng quruqliqda kim to'laydi bu pul? Mesela maşında qiziqarliq o'tirib qo'yildi, hurmatli vatandoshim, bu sizga yangicha va qiziqarli vaziyat. Leksiyaning mavzusi mundaq. Amerika-Jungo munosabati jiddiylashayotgan bir paytda Amerika Davlat Mudofaa ministri Guam Orlni ziyorat qildi va Yaponiya bilan Jungoga qarshi turishni maslahatlashdi. Mavzuli xabar 8. ayının 21. günü Duvi Torbeti e'lon qilindi. Biz bu mavzuda o'tganda Torbetdagi qisqa xabarlardan elib tahlil qilgan edik. Bugün endi bu xabar yozma shaklda keldi. Onun ustiga Jungoning o'zining Torbeti Duvi Torbeti e'lon qilindi. Men shunga vatandoshlarga buni qayta leksiya qilib tayyorladim. Sababi yana akşam Jungoning markaziy televiziya stansiyasi Jere Guangzhou'da bugünkü diqqat qiladigan nuqtalar deganda maxsus buni tahlil qilgan qaraganda hali ig'ir bo'lishi kerak. Vatandosh buni yozma shaklini sizlarga topshiramiz hozir. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Mark Esper kelar hafta men o'tganda o berib bo'ldi degan edim. Shundag'i bu Torbetda shunday deyilgan. Endi bu oldimizdagi haftada bo'ladigan ish ekan. Mark Esper kelar hafta endi Tinch okean rayoniga berib bu yerga o'rinlashtirilgan Amerikaning ofitser askarlarini ziyorat qiladi yoki ol so'raydi. Amerika Jungoni Tinch okean rayonining muqimligiga eng zo'r tahdid deb qarayotadi. Esper, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Esper bu safarda Hawaiini ziyorat qildi. Palau Orolini ziyorat qildi va Guamni ziyorat qilib, Guamda Yaponiya Davlat Mudofaa vaziri Shang Yitaylang bilan ko'rishdi. Jungo bilan Chaoshan bu qatimki suhbatning eng muhim mavzusi ekanligi bildirilmoqda. 5 burchaklik bino 8. ayının 19. günü bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika bu rayondagi ittifoqdoshlar va sheriklari bilan hamkorlikni kuchaytiryapti va Jungoning xirislariga o'rtaq taqobil turmoqchi bo'lyapti. Yaponiya qo'g'dinish nazoratining vaziri Shang Yitaylang Guamda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa ministri Mark Esper bilan ko'rishdi. Amerika Jungo munosabati navbati jiddiylashmoqda. Urush portlashning xatari intayin yuqori. Jungo Davlat Mudofaa Ministrligi 8. ayının 6. günü bayonot e'lon qilib mundaq degan edi. Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi qo'shimcha Davlat Mudofaa ministri Wei Fenghe 6. günü Mark Esper bilan telefonda so'zlashgan. Ikki taraf ikki davlat munosabati to'g'risida fikr almashtirgan edi. Wei Fenghe Janubiy dengiz
Tayvan ve Amerika'nın Cungunu xunuklaştırış meseleleri doğrusunda Cungo tarafından meydanını şerhlep, Amerika tarafından hata söz hareketlerini toxtutup, bu Cungo'cu davatkan gepçimi, hata söz hareketlerini toxtutup, deniz yüzüdeki xatarını tizgillep, vaziyetinin örlep ketiş xatarıdan saqlanış ve rayonun tinchligini qo'g'dash talab qilgan. Mark Esper bolsa, Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministri Mark Esper bolsa, muqimlik bilan natijaga yuzlanadigan munosabat prinsipini ta'kidlagan edi. Endilikda yana xabar, biz boshda vaziyat to'g'risi so'zlab o'tgandek bir xabar vatandosh. Davlat Majlisi a'zolari Beijing doiralarining 1 trilyon 600 milyard dollar bir asrlik, yani 100 yillik davlat qarzini qaytarib berishiga yetakchilik qildi. Mavzuli xabar 8-oyning 22 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Davlat Majlisi Kengash palata va Avam palatasining Cumhuriyetçiler Partisiga mansub a'zolari arka-arkadan qarar loyiha o'tirib qo'yib, Washingtonning Beijingdan 108 yil burungi shu vaqtdagi Junxuamingo hukumati tarqatgan 2 trilyon dollarlik zoyim pulni qaytarib elishini, koni hisobni hisoblashni murojaat qildi. Başta 1 trilyon 600 milyard, bir yerde 2 trilyon dollar. Bu konu hesaplaştı, müracaat kıldı. Pul muamele mütehassisler ve faaliyetçiler bundak hesapladı. Eğer bir Cungo siyasetine yol koyduğun iş bolsa, ondakta Beijing qarzga ega bo'ladigan birden bir devlet bulup kaladı. Avam palata a'zosi Mark Gerin bir parça qonun loyihasi o'tirib qo'yib, Cungo hukumatining 1 trilyon 600 milyard dollardan ortiq qarz qaytarishiga chaqiriq qildi. Cümleden bunun içinde egilik huquqliq davlat Amerika qarz bergan pulning banki üysimini ham o'z ishchiga oladi. Undaqda qancha bo'lib ketdi vatandosh? Bundan burun senatör Marta Salih ve senatör Marsha Blackburn birleşip şunun o'xshash bir parça qonun yoki qarar loyiha o'tirg'a qo'ygan edi. Cheklash kuchi bo'lmagan bu qarar loyihada bir qism davlat majlisi a'zolarining orzusini aks ettirsa, ma'muriy doiralar bu to'g'rida harakat qo'llanib Qararnamada tilga ilingan Cungo hukumati tarqatgan zoyim shu vaqtdagi Junxuamingo hukumatining oltinni zapas pul qilib, ya'ni oltinni orqitirak qilib yoki oltinni orqitirak qilib 1912-yilda tarqatgan zoyimni ko'zda tutdi. Junxuamingo hukumati shu vaqtlarda qurildi va pul yo'q endi xajlaydigan, shu vaqtda Amerikadan qarz yoki zoyim sotib olgan. Amerika Junxuamingo Amerika tarafga dunyo zoyim tarqatgan gap. Hammaga ma'lumki, shu vaqtga Kuomintang hukumati 1949-yil Jungo Kompartiyasidan yengilib qilib, Tayvanga chekingan edi. Tayvanga chekingan edi. Kishilar cho'nqur ko'ngil bo'lib atgan masala bu koni hisobni qaytirib kelish masalasidir.